o'tiringlar. Bolajonlar, kiyimlaringiz bilan o'zlaringizga yarashgan muncha chiroyli bo'lib turibsizlar. Bugun qanaqa bayram bo'lyapti? Barakalla mening aqlli o'quvchilarim. Bugungi bayramga hammamiz tayyorgarlik ko'rdik. Qo'shiqlarimiz, she'rlarimizni yod oldikmi? Barakalla mening aqlli o'quvchilarim. Shunday bo'lsa, ana endi bizni faollar zalida onajonlarimiz kutib turibdi. Bayramni nishonlash uchun boramiz. Bugun bizning maktabimizda savodxonlik bayrami. Bayramimizning sababchilari esa birinchi sinf o'quvchilaridir. Ularni hazillariga sado-solishga chaqirib olamiz. Marhamat bolajonlar. Yashaydi dillar shudan, yurtimiz bo'ylab bayram, shodlik nafasi kezganda, quvonamiz biz ham. Oftob nur taratadi, qushlar qo'shiq aytadi, dunyo yog'duga to'lib ketadi. Bugun bizda bayram, bezandi bu olam, do'stlar kelinglar biz bilan, o'ynab kuling siz ham. Bugun bizda bayram, bezandi bu olam, do'stlar kelinglar biz bilan, o'ynab kuling siz ham. Bugun bayram. Quvonchli kundir bugun, hamma narsa biz uchun, orzu to'la ko'nglimizga, baxt sochar uch kun. Ravondir yo'llarimiz, osmondek dillarimiz, yayrab yurakdan qo'shiq aytamiz. Bugun bizda bayram, bezandi bu olam, do'stlar kelinglar biz bilan, o'ynab kuling siz ham. Bugun bizda bayram, bezandi bu olam, do'stlar kelinglar biz bilan, o'ynab kuling siz ham. Bugun bayram. Bugun bizda bayram, bezandi bu Ish boshiga intizom, mehmonlarga chin dildan deymiz salom assalom.
Assalom otajonlar, assalom onajonlar. Salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning o'qitib, dilimizga joylaylik. Bizda hayajon bilan bayramimiz boshlaylik. Salom bolajonlar. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar. Ona vatan bag'rida baxtni topgan bolalar. Ona yerda muhabbat yosh avlodning dilida. Madhiyamiz yayraydi bolalarning tilida. Bugungi bayramimizni ochib berish uchun maktabimizning ma'naviy va g'arbiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Allayev Feruza opaga beramiz marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilarimizning ota-onalari, jajji o'quvchilar. Mana bugun 1-D sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami ekan. Bu bayram bilan barcha o'quvchilarimizni, ota-onalarimizni maktab ma'muriyati nomidan, o'qituvchilar nomidan va o'zim nomimdan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugungi savodxonlik tadbirimizni 1-D sinf rahbari Dilfuza ustozimiz tashkil etyaptilar. Ustozimizni ishlariga omad tilagan holda tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Barchamiz nasib bilan bugungi tadbirimizni ma'naviy va madaniy hordiq chiqarish uchun yig'ilgan ekanmiz. Tadbirimiz ochiq. Marhamat. Bu bolalar yaqindagina maktabga qadam qo'ygan edilar. Bugun esa bilimlar mamlakatida sayr qilib yuribdilar. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanmoq, o'qish yozishni bilmoq zarur. Qani ko'raylik, bolalar harflarni chalishadi. Boshlanan alifbodan 30 ta do'stimiz bor. Bizlarning alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlardek so'zlaydi. Assalom aziz maktab, assalom assalom mehmon, assalom ustozim, eng avval sizga ta'zim. Bor doim maktabim, buyuk bo'lmoq maqsadim, bag'ringda o'qib albat bo'laman sodir
bo'lsin. Mevalari asablar, mehr ta'limga g'ayratning go'zalchagini O'zbekiston vatani. Onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz tayyor soatlarga e'tiborsiz. Vodiylaring gullagan vatan bog'larcha maqlamincha yayrab yashab men baxtlarim kuchib haqqi hajarlangan rostgo'y taxta paxtali xo'roz xola men bilan bo'ladi jam shamolda shoshmaslar bolalarga do'st bo'ling, yayrab o'ynadik. Oh, oh.
olmaxon paypoq qiyga qo'g'irchoq ninachi olmaxon paypoq qiyga qo'g'irchoq turli tuman harflardan iborat alifbomiz unli va untash harflar bizning do'stimiz randa se soyabon tuti u esa ukir randa se soyabon tuti u esa ukir alif bo'g'izi muncha o'rgandik ancha muncha yana davom etamiz so'nggi harfgacha varak he xo'roz yer yurak z esa zirak varak he xo'roz yer yurak z esa zirak harflarni o'rganamiz o'qishni o'rganamiz alifboni o'rganib bilimdon bo'lamiz o'rdak g'ildirak shir shaftoli chega chumoli o'rdak g'ildirak shir shaftoli chega chumoli
Ana endigi navbatda qizlarimiz ijrosidagi malohat raqsiga beramiz. Marhamat. Zülfüzarda hayallarda Saçları emberdur şemalarda İki yüzü kızargan uyalganidan Yurakina mazoblarda Arıqning bo'yida Maysalar ochildi malaning uyida Kecha rosa o'ynabmiz sadirning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi muhabbat kuyida Maha menga bermagin jarohat Yuragimni davosiya malohat Sen bittasan daraxtda olmasan shamgasan alovsan boshimga balovsan nechun uyalma sindirding meni uyalma Arıqning bo'yida Maysalar ochildi malaning uyida Kecha rosa o'ynabmiz sadirning to'yida Ko'zlarim chaqnaydi muhabbat kuyida Maha menga bermagin jarohat Yuragimni davosiya malohat Ko'zlarimni qarosiya malohat Biz kezgan adirlar gulladi bog' bo'ldi tog'larni aylandi ko'ngillar chog' bo'ldi binafsha terib beray ashula aytib beray shu qiz yuragimga dog' bo'ldi Maha